Assalomu alaykum obunachilar. Bugun mana shu Word dasturida ishlashni o'rganamiz. Xo'sh, birinchi darsimiz bo'ladi bu. Sizlarga bugun shuni o'rgataman. Misol uchun libboy so'zlarni yozib olasizlar. Ketma-ketma yozib tashlaysizlar. Sizlar o'zlariga kerak narsa yozasizlar. Men shunchaki sizlarga o'rgatish uchun yozib qo'ydim mana do'stlar. Ko'ryapsizlar? Mana buni hammasini belgilash uchun Ctrl A ni boslang, yana hammasini belgilaydi va bu yerdan boshdanoq o'zlaringga kerakli razmerni tanlab olasizlar. Men har doim bu yerda ishlasam, o'zimga kerakli razmerni tanlab olaman. Mana men shuni yozishni xohladim va shuni tanlab oldim. Va men yana bu narsa tanlab bu yerda kattalashtirib, kichkinalashtirsang bo'ladi. Menga mana shu nomam 12. Ili yana shu Ctrl A ni bosib, bu yerda o'zlaringga mana tepada tanlab olishingiz mumkin. Men yana shu ko'k rangga yoqqani uchun mana shuni tanlab oldim. Va bu yerda mana generalni o'ngga surish, chapga surish, hamma narsalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Yana Ctrl A ni bosib, hammasini belgilab turib, bu yoqqa suraring. Hammasi yana joyiga qaytadi. Mana shunday qilsalaring bo'ladi mana. Videodan ko'rib tartiblab olsang bo'ladi. Ayniqsa bu jadval tuzatganda yoki bilan mana tuzatganda juda kerak bo'ladi bu Word. Endi tepada sizlar do'stlar ko'ryapsizlar, fayl bo'linib turibdi. Bosamiz. Mana bu yerda agar sizlar tayyor test tayyorlab printerda chiqarmoqchi bo'lsalaring, kompyuteringlarning oldida printer bo'lsa, o'sha printerga ulangan bo'lsa kompyuterlaring, bu yerdan o'sha printer nomini tanlab olasizlar. Mana bu yerda nechta chiqarilishini tanlaysizlar shuni. Misol 3 ta va hokazo ketaveradi. Keyin ham print tugmasini bosib bunday qilasizlar. Lekin menda printer yo'q, shuning uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman, lekin tushuntirib qo'ya olaman. Mana bu A4 do'stlar, bu listning qanday chiqishi, mana shu A4 yaxshi. Xo'sh. Bu yerda xuddi kitobga o'xshab chiqsinmi yoki oddiy bir varaqdan chiqsinmi deyapti. Mana shu bir tarisi yaxshi do'stlar buni ham. Xo'sh, bu shari do'stlarga bo'lishmoq. Bu yerda Options eng pastdagi tugmani bosalaring, mana buni o'yin ochiladi va ikkinchisida Display tugmasini bosasizlar. Mana bu yerda hashlarni kichikka qilib chiqasizlar. Keyin tushuntirib beraman. Bular do'stlar mana o'zini belgisi bor. O'zi bularni to'liq nomi yashirin belgilar. Sizlar qaysidir tugmani necha marta ishlatganlaringni ko'rsatib beradi. Faqat maxsus tugmalarnikini aytadi. Misol uchun Enter necha marta ishlatlaring, Tab'ni necha marta ishlatlaring, Probal'ni necha marta ishlatlaring. Xuddi o'shanday ko'rsatib turadi. Mana joy tashlasalar nuqta chiqar ekan. Qani bo'lsa sinab ko'ramiz do'stlar. Qaranglar do'stlar. Mana tepada, mana bu yerda mana belgi turib chiqqancharini ko'ryapsizlar do'stlar. Mana shunga bir marta bosasizlar. Bossalaring necha marta mana belgi ishlatilganini ko'rib turibdi. Ili men bu yoqqa bosib olaman. Bitta mana joy tashlashni bosam nuqta chiqadi. Bosam nuqta chiqadi. Necha marta tashlatsam shuncha chiqaveradi bu. Ko'ryapsizlar do'stlar. Enter tashlatsam chiqadi bu. Enter tashlatsam mana bunaqa qorasi chiqadi. Misol ko'ryapsizlarmi? Agar sizlar xato qilib qo'yib, buni faqatgina bitta ishlarni orqaga qaytarmoqchi bo'lsangiz, Ctrl plus Z ni bosang, orqaga qaytaradi ishlaring. Bitta. Sizlar shunaqa. Agar Ctrl plus yana bosadigan bo'lsangiz, yana orqaga qaytaradi do'stlar. Xuddi o'chirishning bir turi bu ham. Mana haqiqiy ishlarimizni qayta qilib beradi bizga. Xo'sh, video yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Keyingi safar Excel, PowerPoint, Scratch shunaqa dasturlarda ishlashni o'rganishda davom etamiz do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Videodagi ortiqcha ovozlar uchun uzr so'rayman. Albatta videodagi ovozim eshitildi degan umiddaman. Bu notebookning o'zining ovozi sovuganda chiqadigan. Videoni qayta ko'rdim do'stlar o'zim. Ovoz juda baland. Hamma do'stlar obuna bo'ling, like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Aytgancha keyingi safar video qanday chiqsin, shunisini ham kommentariyada yozib qoldiring.